qimmat bo'lishi mumkin, kimdir qimmat deyishi mumkin. Lekin bizga odat miyaga o'rganib qoldimi? Pastda ya'ni gapiraverganimiz uchun bizga qimmat, menga masalan qimmat tuyulmaydi. Boshida qimmat tuyulgan, lekin buni xususiyatini olganimizdan keyin nima? Ko'zoynagi antiblik juda ham kuchli. Mana bu tushayotgan ko'k chiroq bormi? Ortiqcha mana bu zararli ta'sirlar bormi? Hammasidan ko'zimizning nurini himoya qilar ekan. Proses rivojlanib ketayotgan joyda prosesni to'xtatadi. Plus uchida, plus 1.25 imенно mana hozir 1 yil davomida to'xtatmasdan mana buni taqaman, o'zgarish juda zo'r. Og'riq bo'ldimi boshimga qo'yaman, ozgina yo'tal keldimi bo'ynimga qo'yaman. Bo'ynim qotib qoldimi masalan orqaga qo'yib qo'yaman. Bizda shunaqa nimalarimiz bor, hamkorlarimiz bor, oyoq qo'lida og'riydi, qattiq og'riq bo'lsa o'sha joyga stilka emas, imенно ochkini qo'yar ekan, chunki buni grafiyani отрицательный anioni ko'proq ekan stilkaga nisbatan. Tushundinglarmi? Stilkada ham bor, lekin buniki ko'proq. O'shani qaysi joyga og'riq nima Ohangaronlik qizimiz bor, Nadiyaxon, mana shu narsani qo'yadi, qattiq og'riq bo'lsa, sistemli kasalligi bor, o'sha joyga qo'yadi, ertalabgacha maza qilib hordiq olaman deb aytadi bitta ochkini o'zidan. Tug'ma g'ilaylik ham rezultatlarimiz bor, uzoqni ko'rish, yaqinni ko'rish, kasagladiya mana kompyuterda postoyanli o'tirganingizda ko'zingiz ketib qoladi, unda e'tibor beradigan bo'lsangiz. Bu narsa hamma uchun, ayniqsa yosh farzandlarimiz uchun juda ham muhim o'rtoqlar. Nimaga? Chunki mana yoshingiz o'tgandan keyin 2050-yilga borib ko'z kasalliklarini rak holatini ehtimoli yuqori ekan. Buni hammanglar bilasizlar. Nima uchun innovatsiya davridamiz hozir? Xohlasak, xohlamasak mana bu gadjetlarga juda ham bog'lanib qolganmiz, как narkotik yonimizda bo'lmasa, qaramasak kunimiz o'tmaydi, to'g'rimi? Demak, mayli ishlataylik, lekin himoya bilan ishlatadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Ko'zimiz salomatligi bilan mana bu yuqori nafas yo'llarimizdagi problemalarni ham hal qilishimiz mumkin ekan. Quloq sohasida qanaqadir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu ochkidan foydalanib, o'sha shikoyatlardan xalos bo'lishimiz mumkin ekan. Mana bu ikkinchi yo'nalishimiz. Uchinchi